Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun siz bilan ushbu Asqar Ibrohim Rahmanovich ixtiro qilgan, ya'ni dadajonim ixtiro qilgan giyohlar bilan suhbatlashamiz. Asqar Ibrohim Rahmanovich professor, ximiya fanlari doktori, Tabobat akademiyasi rahbari. Aynan ushbu giyohlarni ichishdan maqsad va bizda sanatoriyamizda minglab odamlar davolanib yaxshi bo'lib kelyapti va buning uchun eng avvalo ichki organlarni tozalab, ya'ni o't, jigar va buyraklarni yuvib tozalagandan so'ng ushbu tabletka giyohlarni ichish mumkin bo'ladi. Ushbu holatda birinchi bo'lib aytaylik astosh va aritosh giyohlar ichiladi. O'zini tartib qoidasi bo'yicha ovqatdan oldin va keyin har birida bunda yozilgan qanday ichishi, qaysi dozada va qanday tayyorlanish tartibi o'zida yozilgan va holatga qarab bu giyohlar tavsiya etiladi va shu bilan birga immunitetni oshirish uchun askalsiy giyohimiz ham bu tabletka ko'rinishida, lekin bu tabiiy giyoh hisoblanadi. Insonni immunitetini oshirishda, soch to'kilishda va tirnoqlarda shikastlanishida yordam beradi va immunitetni oshirgandan keyin yosh boladan boshlab katta insonlargacha ichish mumkin. Dozalari holatga qarab tavsiya etiladi, tavsiya etamiz holatiga qarab individualniy podxod qilingan holatda. Va shu bilan birga majmu rahmoniy giyohimiz bor. Bu giyohni ham hozir kapsula ko'rinishda, buni suyuq ko'rinishida ham bor sotuvda. Oldin suyuq ko'rinishda bo'lgan, hozir kapsula ko'rinishda bu giyohni ham ichish mumkin bo'ladi. Bir kunda bir donadan boshlanadi. Bitta kapsuladan 3 mahal ovqatdan yarim soat 1 soat oldin ichiladi. Askalsiy ovqat mahalla ichish mumkin. Buni ham ikkalovini ham bir kunda boshida 3 kun bittadan 3 mahal, 2-3 kundan keyin ikkitadan 3 mahal va holatga qarab yana dozasini ko'paytirib beramiz. O'z boshimchalik bilan bu giyohlarni ichish mumkin emas. Hammasi alohida individual podxod bilan sizni holatingizga qaralgan holda nazarga qilinadi va ichiladi. Undan so'ng 5 kundan keyin ichiladigan giyohlarimiz Aslidaksifin. Bu Aslidaksifin asosan ayollar uchun mo'ljallangan turli xil o'smalar, kistalar, o'zini o'sha diagnoz qo'yilgan holatidan so'ng ichiladigan giyohlar. Bu giyohlarni ya'ni oldini olish uchun ham immunitetni saqlab, o'shanaqa saraton kasalliklariga uchramaslik uchun, oldini olish uchun ham ichsa bo'ladi. 5 kundan keyin, ya'ni boshlang'ich giyohlarni ichib bo'lgandan so'ng 5 kun yoki 10 kundan keyin tavsiya etiladi. Bu ham holatga qarab dozasini oshirmagan holatda individualniy nazarchenya bilan ichiladi. Uning uchun albatta o'zingizni o'sha analizlaringizni yuborishingiz kerak bo'ladi. Shu natijalarga ko'ra sizga tavsiya qilishimiz mumkin. Askurkumin giyoh bu erkaklar uchun mo'ljallangan. Bu ham inson immunitetini oshiradi. Saraton kasalligiga uchrashni oldini oladi. Agar saraton kasalliklariga uchragan bo'lsa, ushbu kasalliklarni davolaydi. Shu bilan birga antivir giyohimiz va antivir giyohimiz ham immunitetni oshirib, turli xil kasalliklarni oldini oladi va gripp bo'lishini oldini oladi. Ushbu giyohlar bu damlama, buni paket ko'rinishida va paketchani 4 ga 3 ga bo'lib damlama qilib bir kun davomida 3-4 mahal ichish mumkin bo'ladi. Yosh bolalarga ham, kattalarga ham o'zini dozasiga qarab mo'ljallanib tavsiya etiladi. Ushbu giyohlar tabiiy bo'lib insonni sog'lom holatga olib keladi va sog'lom hayot tarzini kechirish bilan birga, shu bilan birga ovqatlanish tartibiga ham rioya qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni har xil kolbasalar mumkin emas, insonni sog'ligiga zarar. Ya'ni turli xil ximikatlar, qanaqadir kirishki, chipslar yeyish mumkin emas, iste'mol qilish mumkin emas. Aynan shu narsalar ko'p bo'lganligi uchun farzandlarda hozir turli xil kasalliklar ko'payapti va sizni o'zingizda ham. Shuning uchun o'rtoqlar tezroq sog'lom bo'lib, bu giyohlarni iste'mol qilib yaxshi bo'lish uchun to'g'ri ovqatlanishingizga, to'g'ri ovqatlanish ratsioningizga e'tiborli bo'ling. Va aynan siz to'g'ri ovqatlanishingiz orqali tezroq bu giyohlarni ham iste'mol qilib, tezroq yaxshi bo'lasiz. Buni iloji bor. Agar bizga ushbu giyohlarni olish uchun bizga murojaat qiling. Quyidagi o'sha raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki anketani to'ldirib o'zingiz haqingizda ma'lumot qoldirishingiz mumkin bo'ladi.